Biz navbatdagi ishimiz Honor plansheti bo'ladi. Planshetimiz shunaqa holatda, shunaqa ko'rinishda. Muammosi zaryad olmay qolgan. Biz xudo xolasa bunga yangi gnizo qo'yib ishlatib beramiz. Oradan 10 kun o'tib bu videomiz syomka qilinyapti, ya'ni planshetimizning davomiy videosi. Planshetimizning ekrani ham o'rgan bo'lgan. Uni gnizosidan deb o'ylaganmiz. Ekran umuman ko'rinmaydi holatga kelib qolgan ekan. Bu planshetimizning o'zining radnoy ekrani bo'ladi, shunaqa holatda. Biz уже bunga o'tgan 10 kun davomida zakaz qilib qo'ygan ekranimiz keldi. Xudo xolasa endi egasiga tayyor qilib, gnizosini ham to'g'irlaganmiz. Va bu yangi ekranni ham qo'yib, xudo xolasa cho'tki qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz, shunaqa zakazlar asosida zapchastlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa hamma modellarni yo'q narsalarni topib olib kelib qo'yib beramiz, xudo xolasa.